Hozirgi vaqtda ta'lim markazlarimizda juda ham ko'p muammolar kuzatilmoqda. Ya'ni o'quvchilar darsga vaqtida kelmayapti, to'lovlar vaqtida bo'lmayapti, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlari borgan sari kamayib bormoqda. Biz mana shunaqa muammolarga yechim sifatida Educoin platformasini ishlab chiqqanmiz. Coin platformamizda o'quvchilar har bir vazifa bajargani uchun coinlar olishadi va coinlarni sovg'alarga almashtiradilar. Bu bilan o'quvchini darsga bo'lgan qiziqishlari oshadi. O'quv markaziga esa o'quvchilari davomiyligi oshadi. Birinchi bo'lib loyihamizni Milliy universitet qoshida ochilgan fizika matematika xususiy maktabida sinab ko'rdik va o'quvchilarimizda sog'lom raqobat shakllandi. O'quvchilarimizni darsga bo'lgan qiziqishlari yana ham oshdi. Mana shu natijalarni biz boshqa ta'lim markazlariga ko'rsatganimizda ular ham qiziqish bildirdi va hozirgi vaqtda 20 dan ortiq o'quv markazi va xususiy maktablar bizning platformamiz, ya'ni bizning loyihamiz orqali ta'lim markazlarini rivojlantirib kelmoqdalar. Koy platformamizda o'quvchilarimiz vazifalar bajaradi, o'qituvchilar esa o'sha vazifalarni tekshiradi. O'qituvchilar o'quvchilarni davomat qiladi, coin qo'shadi. Masalan, uyga vazifa vaqtida bajarilsa yoki topshiriqlarni vaqtida bajarsa coinlar qo'shiladi. Buni ota-onaga ham foydasi bor, ya'ni ota-ona boshqa ish joyida bo'lsa ham farzandlarini ballarini, baholarini ko'rib turishlari mumkin. Ya'ni o'qituvchi darsga faol qatnashishi deb 5 coin qo'shsa, ota-onaga sizning farzandingizga informatika ustozi farzandingiz yaxshi qatnashgani uchun shuncha ball qo'shildi yoki farzandingiz darsda yaxshi o'qimagani uchun shuncha ball ayrildi degan ma'noda xabar borib turadi. Bu ham ota-ona xabardorligiga yordam beradi. Bizda o'quvchini ham profili bor. O'quvchi o'zining profilida davomatlari, to'plagan coinlarning tarixi hamda to'lovlarning ham tarixini ko'rib turish imkoniyatiga ega. Loyihamizni yana ham rivojlantirish maqsadida IT Park Ventures hamda Yoshlar Ventures tomonidan umumiy $25,700 miqdorida investitsiya jalb qilganmiz. Bizning asosiy maqsadimiz 2026-yilda oxirigacha O'zbekiston bo'yicha 1 milliondan ortiq yoshlarni ta'limga bo'lgan qiziqishlarini oshirish. Hozirgi kunda 20 dan ortiq markazlar bizning platformadan foydalanib natijaga chiqishmoqda. Ba'zi markazlar oldindan masalan boshlanishda 1 oylik to'lov qilib, hozirda yillik to'lov qilgan markazlari ham bor. Demak, bizning loyihamiz ularda yordam bermoqda. Undan tashqari biz yana qo'shimcha nafaqat o'quv markazi va xususiy maktab, balkim ota-onalar uchun ham ilovalar ishlab chiqyapmiz. Ya'ni ota-ona o'z farzandini vazifa bajargani uchun coinlar berishadi. Shu orqali yoshlarni ta'limga bo'lgan qiziqishlari oshadi, vazifalarga mas'uliyatligi oshadi, moliyaviy savodxonligi rivojlanadi. Misol uchun 14 yosh deb tasavvur qilsak, 14 yoshli bola coin sistemasiga kirganida ota-onadan berilgan 3 ta sovg'a bor. 3 ta sovg'asi ham bir xil coinga qo'yilgan. Shu yosh bolamiz istalgan sovg'asini coinlarga almashtirdi. Kelajakda coinlar emas, qo'lida pul bo'lganda ham o'sha pullariga nima olishni biladi. Shu orqali moliyaviy savodxonligi ham rivojlanadi. Bizning loyihamizni o'quv markaz, xususiy maktab rahbarlariga tavsiya qilamiz. Siz bizning loyihamiz orqali to'lovlarni vaqtida to'lashi, o'quvchilarni davomiyligini ta'minlashingiz mumkin. Hamda ota-ona ham har doim farzandining qanaqa vazifalar bajarayotgani, qaysi fanlardan yaxshi o'qiyotgani, qaysi fanlardan yaxshi bajarmayotganini bemalol ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu orqali siz o'quvchini qiziqtira olsangiz, ota-ona ham farzandimni mana shu markaz qiziqtira olyapti degan ma'noda sizga ham ishonch katta bo'ladi va boshqa markazlarga sizni ham tavsiya qilishadi. Bizning loyihamiz hozirgi vaqtda 3 ta tilda ishlaydi, ya'ni o'zbek, rus tili va ingliz tillarida. Birinchi maqsadimiz O'zbekistondagi o'quv markaz va xususiy maktablarni egallash va undan so'ng Markaziy Osiyoga chiqish. Markaziy Osiyodagi davlatlardan keyin boshqa dunyo bo'yicha bizning platformamizni yoyish. Biz chet eldagi bizga o'xshash ilovalarni o'rganib chiqyapmiz va ulardan ham ko'proq foydaliroq qilishga harakat qilyapmiz. Biz o'quv markazi va xususiy maktabdan o'quvchilar soniga qarab daromad qilamiz. Ya'ni 100 tagacha o'quvchi bo'lsa yoki biz o'zimizning tariflar bor, markaz egalari o'quvchilar soniga qarab to'lov qiladi. Sababi bizda har bir o'quvchiga alohida kirish imkoniyati bor. Ya'ni o'quvchilar uchun alohida profil, o'qituvchilar uchun alohida profil, adminlar uchun alohida profil. Agar bir markazning 10 dan ortiq filiallari bo'lsa, har bir filialga bo'lib ham ishlatish mumkin. Hozirgi vaqtda Samarqand shahrida joylashgan o'quv markazi bor bizda. 1,5 mingdan ortiq o'quvchilari bor va 4 ta filiali bor. Bizning platformadan foydalanib kelmoqda. Qo'qon shahrida bor, masalan, bizning platformamizdan foydalanadigan. Toshkent shahrida bor, boshqa viloyatlarimizda ham bor. Ya'ni bizda hozir 100 tadan 1,5 ming, 2 mingga yaqin o'quvchisi bor markazlargacha foydalanib kelishmoqda. Bizning platformamizda reyting tizimi bor. Reyting tizimida qaysi o'qituvchi nima uchun nechta coin berganligi va umumiy son chiqib turadi va shu orqali o'quvchilar o'zini guruhidagi va markazdagi umumiy reytingni ko'rib turadi. Bizning loyihamizni qurishimizda asosiy jamoamiz ko'proq yillik tajribali dasturchilarni olganmiz va shu orqali hozirgi vaqtda platformamizni rivojlantirish ustida ishlayapmiz.